Давай, российский водка есть? Да, есть, сейчас наливаю, пап. 100 грамм давай. Charchoq bosdi da endi. Er-xotinni qo'lida ikkita iPhone. Anaqda ota-ona buzuq singan telefon ishlatadi. O'lsan xotin заложница. Это слово мое сердце ударили. Yo'q, Xudoga shukr yetib bordi. Папа, вставай, пошел. Ha? Вставай, пошел ты. Nima deyapsan sen? Ketdik demoqchiman, papa. Ruschang ham senga pashol deyapti-ku. Pashol idiomti deydi. Mana akajon, mana bu sizga, bunisini xolamga berib qo'yasiz. Yo, sen o'zbekmi? Albatta. Ya mana shu do'kon senikimi? Bu qanaqa do'kon bu? Aptavik nomer 1 butun Rossiya bo'ylab telefonlarni eng arzon narxda o'zimiz o'zbeklarga sotamiz va dastavka ham qilib beramiz. Rossiyaning любой shahriga. Bundan tashqari parfyumlar ham bor, duxiylar ham bor, soatlar ham bor. Sen ham shu Rossiyadan uylab olmaganmisan ish qilib? Yo'q akajon, biz O'zbekistondan o'ylanganmiz. Mana primerka. O'rgan. Fayzi bor yuzida, Timotiga o'xshaydi, barakasi bor. Sani basharangni qara. Nikolay Baskovga o'xshaysanmi basharangga? Все уже надоел. Я Rodinani sog'indim, ketaman siz bilan, mani olib keting. Lekin yana bir 10 yil ishla o'g'lim. Zachем? Ha, kelinga ham ayt, kelin ham bir ishlasin, yotmasin uyda, birgalashib pul yig'ib menga jo'nab tashlamasligi uchastka qurib beraman.